Jaloplar ko'rib turganlaringdek Bagatar firmasining nomidan bir invalid qiz apamizga aravacha olib kelyapmiz. O'zlaring o'zi ko'rasizlar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Apa yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Go'zal apa yaxshimisiz? Charchagangiz yo'qmi? Tinchmisiz? Bugun sizga biz aravacha olib keldik-da. Apa siz aravacha orzu qilarmidingiz? Orzu qilardim. Mana sizga bir Botir degan odam Bagatar firmasining egasi mana shu narsani jo'natib yubordi. Botir akamiz sizni ko'ribdilar videoda. Mana shuni men itib ber deb jo'natib yubordilar. Hozir gapirayotgandik, mana keldi. Qaqa bo'lasan endi. 10chiga. Bu menga yana boshla. Sizga endi bu mashina. Sizni aylantirib yuramiz endi. Buni pisas chiqqan ekan yugurib. Mana rushnigi bor, yurib ketmaydi. Qanday siz endi? Qanday qiladi? Mana qarang, mana o'zi oldiga, bunisi orqaga. Mana bunday qilsangiz. Kaliti bor mana ikkita. Chip bilan buni quflanadi mana. Burasi haydaradi. Qo'rqaman. Qarang, mana bu tormoz. Bunisi ham tormoz. Mana bu ham tormoz. Uchalasi ham mana bunday burasangiz yuraveradi mana, yoqib qo'yib. Xursandchilikka sababchi bo'lgan Bagatar firmasining egasi Botir aka, sizga kattakon rahmat. Botir akam o'zlari Konibodonmi, Ko'chkak degan qishloqdan, lekin biz G'onchi nohiyasini Dashtikon qishlog'ida turibmiz. Shuncha uzoq joyda bo'lsalar ham yordam beryapti. O'zlari Konibodondan, lekin odam. Baraka toping iloyim. Bagatar firmasining egasi Botir aka, iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Mana meni qizimni siyladingiz, Xudo iloyim sizni siylasin. Baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin iloyim. Hozir Firuza. Hozir aynaldi. Hozir endi bu ko'chalarga chiqmaganda, kechqurunda endi bir sayr qildirib aylantirib kelamiz. Haydayman endi. Haydash o'rganib. Mana ichida hamma zaryadnik dokument mana shuni ichida. Haydash bilasizmi Mansur aka? Mansur aka bitta aynaltirib keling. Tonni uzoqlarni aynaltiring. Unda bir tiz qaytmang. Mayli. Aylantirib keladi. O'rgat olasizmi Mansur aka? Siz qo'shnimi? Ha. O'rgat olasizmi? Qarindoshimiz bilan. Sekiroq haydaydi. Zavod qildingizmi? Mana bu skor, zadni arqa shu. Mana shuni bosingchi. Mana endi ketsa kerak. Tormoz oyoqda ham, qo'lda ham. Akalar opalar mana ko'rib turibsizlar, xursandchilik. Sinimizni bitta xursand qildik. Botir aka sizga kattakon rahmat. O'zingiz begona joydan bo'lsangiz ham shu Tojikistonda hamma invalidlarga yordam beryapsiz. Shu Botir akamning haqlariga duo qilib turing, ha. Iloyim ko'p yashang, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'lib yuring. Xudo iloyim yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizni qiling iloyim. O'zlari hozir Rossiyada yaqinda keladi. Rossiyadamisiz, ha? Amcha yaxshi Xudo xolasa kelsangiz mana yana bir ko'risharmizmi? Nilufar bir ko'radimi kelsangiz agar? Botir aka, Xudo xolasa Tojikistonga yaqinda kelsangiz, Xudo xolasa aynaltiramiz. O'zlari Rossiyada bo'lib turib Tojikistonda 20-30 ta invalidga mana shunaqangi aravachalar sovg'a qildilar. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilinglar. Baraka toping iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Qo'l ko'zingiz iloyim dard ko'rmasin, boshingiz og'rimasin iloyim. Bagatar firmasini nimaga kipga yozilgan, futbolkalaringga yozilgan deb savol beradigan akalar. Bu Bagatar firmasining egasi Botir akamiz Ro'za Ramazon oyida 1 oy ehson tarqatdi-da. Faqat invalidlarga aravacha, pul, hamma xil yordam. Juda yaxshi odam. O'zini ko'rsalaring bir sodda odamda, oddiy kiyinadi, oddiy yeb ichadi, lekin faqat invalidlarga yordam beradi. Uzoq umr ko'ring iloyim. Oilangiz baxtiga, bolalaringiz boshiga eson-omon yuring. Uzoq umrlar ko'ring iloyim. Rahmat, ko'p yashang. Mana qizim niyatiga yetdi. Kechqurunda hech yoqqa chiqmasdi deb aytadi. Marojniga olib bordingizmi? Olib bordim. Rahmat sizga ham. Toshni olib bordingiz? Olib borib, bemalol parklarga aylantirib, men rasmga olib tushiray, tashlab yuboray desam, qo'rqdim tashlashga. Nimaga? Rostda, Navda parkiga olib borib, soat 11larda keldik. 6larda olib borib, xursand, o'zida yo'q. Kim kelsa aytayapti, men Navga bordim, parkka bordim, aynaldim, marojniy yedim deyapti-da. Xursand. Iloyim baraka topinglar. Sizga ham ko'p rahmat. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Oilangiz boshiga, ota-onangiz boshiga iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Akalar bular ko'ringlaringmi, bir invalid sinimiz ko'chaga umuman chiqmaganda 2 yil 3 yil davomiga mana shu yil, mana shu qo'ldan kelgancha sizlar yordam berdik. Mana Botir akamiz mana shu aravachani olib berdi. O'zi qaranglar qanaqa xursand holatda aynalay deb ketdi. Biz bilan ham gapirishgan avlari yo'q. Xursand. Xursand bo'lib ketdi. Chiqmaganda-da. Agar
urgun olasizmi? Rostmi? O'rganaman. Bitta Ishonasizmi tormoz yo'qmi nima bitkazdim. qildingda? Bir temir bilan yuradigan qiz-ku. Mana temirlari vaga kelinglar. Eski oldingi kalyaskani temirini olib, rahmatli dadasi o'tib ketganlar. Dadasi o'tib ketdilar, mana 4 oy bo'lyapti. O'zimizga qoldi hammasi. Mana shunda yurarmidilar? Mana shunda. Eski oldingi kalyaskani o'rtasini xo'jayinim olib berganlar. Ha. Kalyasini ushlab yuradi. Qandoqqa yurardilar? Bir ko'rsatib bering mana. Shunday qilib yurading, mana u ochiq joyi bor-ku. Ha. Ushlab yurmasa, o'zi yurolmaydi. Ha. Hojatiga borib kelgancha, ko'pchiliklarga borib, lecheniyalarga borib, olib borib keldim. Xudoga shukr, oyoqqa turdi. Bu bitta zaryadi bilan borku, novuga 2 marta borib keladi. Ancha yaxshi. Bemalol Aylantirib noga kelaman ekanda. Quvonchini sintiriga bemalol yetadi. Xudo xolasa, ilohim rahmat, baraka toping. Shunchalik xursand bo'ldi qizim, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ilohim hajlarga boring. Botir aka, ilohim hajlarga boring. Mana sizni haqingizga juda ko'p duo qilyapmiz. Hajlarga borib, hojibob bo'lib keling ilohim. Ko'raylik, o'zingiz bilan bir ko'rishaylik. Baraka toping ilohim. Endi kattamiz, kichkinamisiz, ilohim baraka Sizdan toping. kichkinalar lekin. Kichkinam bilan, ukam rahmat. Hajlarga boring. Hojibob bo'lib keling. Ilohimgina baraka toping. Oilangiz baxtiga sog' bo'ling ilohim. Botir akamiz shuncha ehson qiladilar, lekin o'zlari oddiy kiyinadi, oddiy yeb ichadi. Men juda ko'p o'tirib turganman Rossiyada. Oddiy kiyinib, oddiy yeb ichadilar, lekin faqat savob ish qiladilar. To'g'risi. Men deydi, hamma kimdir nimadandir mashina haydashdan, kimdir nimadandir mazza qiladi-ku. U odam menga aytadiki, men savob ish qilib mazza qilaman deydi. Kimgadir yordamim tegsa, shundan xursandman, shu bilan mazza qilaman. Xudoyim siylasin, ilohim Xudoyim siylasin. Hojlarga borib keling. Ilohim tavob qilaylik sizni, keling. Mana uyimizni ko'rasiz. Keling ilohim ko'raylik sizni. Aylantirib ke. Ya bo'ldi endi. Feruza salqinda aylantiradi. Feruza keling baqa. Feruza kelar, betingda olmaydi. Qo'shnilar qanday sizlar endi? Onajon nechiga kirdingiz? Siz qo'shnimi? Ha, qo'shniman. Qonibodom. Qayerdansiz? Men Niyozbegidan. Ha, mana shuni bilasizmi kim berib yubordi? Ha, bilmayman, Botirjon deyapsiz. Men endi Buni ko'chkaydi. bu narsani Qonibodommi, Ko'chkak degan qishloqdan Botirjon degan odam berib yubordilar. Ha, endi qarindoshlar bor edi ham. Siz Niyozbekdanmi? Niyozbekdan. Qanday kelib qolgansiz baqa? Sevgida. Sevgimi? Cho'lingiz hayotlarmi? Ha, mana ishlayaptilar ki yerda. Yuring bitta hangama qilaylik cho'lik. Yo'q, qo'ying. Sevasizmi? Ismlari nima? Ismoil aka. Ismoil bobomga salom yo'llaysizmi? Ha, Sizni sevaman degan. Ha, ayting, hamma ko'radilar. Yana nima deyman?